Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan sizlar bilan o'zbek tilida onomastik leksika va uning turlari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bugungi mavzumiz quyidagi rejalar asosida olib boriladi. Birinchisi, onomastikaning tarkibi, toponimizatsiya, toponimlar, ya'ni joy nomlari, antropoleksema tushunchasi va antroponimlarning turlari bariladi. Umuman olganda onomastika nima? Onomastika yunoncha so'zdan olingan bo'lib, onoma nom va nom qo'yi san'ati degan ma'noni bildiradi. Asosan bu otlarning atoqli ot sifatida aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, atoqli nomlarning lisoniy xususiyatlarini o'rganish darajasini qamrab oladi. Va shu jihatidan onomastikani aytishimiz mumkinki, otlarning atoqli ot guruhini o'rganuvchi asosiy tilshunoslikning bo'limlaridan biri. Bunda adabiy va dialektal onomastika, amaliy va poetik onomastika, zamonaviy va tarixiy onomastika, nazariy hamda amaliy onomastika kabi turlarda o'rganishimiz mumkin. Onomastika fani atoqli nomlarni olgan obyektlarning toifalariga ko'ra quyidagi guruhlarga, aniqrog'i bo'limlarga ajraladi. Antroponimlar bular kishilarning nomlarini o'rganadigan, xususan ismlar, familiyalar, ota ismlar, laqablar va taxalluslarni o'rganuvchi onomastikaning sohasi. Toponimlar geografik obyektlarning atoqli nomlari. Viloyat, tuman, shahar, ko'chalarga atab qo'yilgan nomlarni o'rganuvchi onomastikaning sohasi. Teonim esa turli diniy tasavvurlar bo'yicha xudolar, ma'budlar, diniy va afsonaviy shaxs va mavjudotlarning nomlarini o'rganuvchi onomastikaning sohasi. Zoonimlar esa hayvonlarga qo'yiladigan nomlar bo'lib, o'z nomidan ham zodan kelib chiqqan. Ya'ni hayvonlarga qo'yilgan atoqli nomlarni o'rganuvchi onomastikaning sohasi hisoblanadi. Kosmonimlar fazoviy bo'shliq hududlari, galaktikalar, burjlar va boshqalarning ilmiy muomalada va xalq orasida tarqalgan nomlari hisoblanadi. Astroponimlar ayrim osmon jismlari, xususan planeta va yulduzlar nomlarining majmuini o'zida ifodalaydi. Bundan tashqari onomastikaning yana bir qancha bo'limlar guruhlari mavjud bo'lib, ular onomastikaning bir bo'limi. Realiy onomastika, ya'ni realiy onimlar deb ataladi. Bular avval va hozir mavjud bo'lgan obyektlarning nomi deb nomlansa, keyingisi unga zid sifatda mifonimlar, bu xayoliy to'qimalar va ular bilan bog'liq bo'lgan nomlarni keltirib o'tadi. Onomastika haqida gapirilganda bevosita transtoponimizatsiya tushunchasiga to'xtalib o'tishimiz joiz. Transtoponimizatsiya tushunchasi bevosita kishilarning atoqli otlarini keyinchalik davrlar, vaqtlar o'tish jarayonida joylarga viloyat, tuman, ko'cha, shahar, biror bir ma'muriy hudud, geografik obyektlarning nomi sifatida ko'chirilishiga aytishimiz mumkin. Bunda ko'pincha tildagi ekstralingvistik faktorlar, ya'ni ijtimoiy-siyosiy holatlar sabab. Shuning uchun ham kishi atoqli otlarining joy nomlari sifatida atalishi keng tarqalgan hodisa sifatida keltiriladi. Joy nomlarining kishi nomlariga aylanishi oz miqdorda bo'lsa ham uchrab turadi. Natijada so'z nomning antroponimligi barham topadi va u inkor etiladi. Va transtoponimizatsiya vujudga keladi. Masalan, Navoiy viloyati bu dastavval antroponim sifatida buyuk shoir, yozuvchi, mutafakkirning nomidan keyinchalik shahar nomiga ko'chgan. G'ofur G'ulom satira va yumoristik asarlar ustasi, o'zbek she'riyatini yuqori darajaga ko'targan adib va keyinchalik bu nom G'ofur G'ulom metrosi sifatida o'chib o'tgan. Bunga yana boshqa nomlarni ham quyidagi jadvaldagi nomlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Joy nomlari haqida gap ketganda, turli xil olimlarning bu boradagi fikrlarini o'zining qarashlari va izlanishlari bilan asoslaganini ko'rishimiz mumkin. Joy nomlarini bir-biridan farqlashga xizmat qiladigan birlik bu toponim deyiladi. Toponim yunoncha so'z bo'lib, topos joy, onima nom so'zidan kelib chiqqan. Demak, toponim joy nomi. Rezental, Telenkovalar toponimikani leksikologiyaning geografik nomlarni o'rganuvchi bo'limi, biror bir hududning geografik nomlari jamlanmasi deb ta'riflaganlar. Toponim va boshqa geografik obyektlar nomlari haqida fikrlarni bayon etish hamda sharhlash mutafakkir allomalarimizning asarlarida, xususan Mahmud Qoshqariy, Abu Rayhon Beruniy, Bobur, Hofiz Tanish Buxoriy va Samarqandiylarning
va boshqa ijodkorlarning qomusiy merosidan bizgacha yetib kelgan. Xususan Mahmud Qoshg'ariyning Devon lug'at turk asarida, Boburning Boburnoma asarida geografik obyektlar bilan bog'liq, toponimlar bilan bog'liq va unga doir bo'lgan tushunchalar juda ham ko'p va mazmunni izohlagan holatda ularga xos bo'lgan xususiyatlar, toponimlar bilan bog'liq bo'lgan kishilarning madaniyati, urf-odati va yashash tarzi bilan bog'liq qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. O'zbekiston toponimiyasida turli morfologik birliklarni kuzatish mumkin. Toponimlarning kelib chiqishi turli turkumlar asosida juda kelganligi va bugungi kunda faol qo'llanayotganligini ko'rish mumkin. Xususan ulardan ot, fe'l, sifat so'z turkumlarida o'tgan faol toponimlar va ravish, olmos, son kabidan o'tgan kam sonli toponimlarni kuzatish mumkin. Atoqli, taniqli tilshunos Abdurahim Turovning yozishicha, 5 o'g'il, 7 urug', 8 o'g'il so'zlarida o'g'ilning 5 taligi, urug'ning 7 ga tarmoqlanishi anglashiladi. U 5 bola, 5 gal, 5 kapa, 5 nayman, 5 sayid etnoikonimlarning lug'aviy asosi son, miqdor anglatuvchi etnonimlardan iborat deb hisoblaydi. Demak, bu yerda ko'rinadiki, u yerdagi atoqli otlar, ya'ni toponimlarning asosini asosan son so'z turkumi bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar, fikrlar va u bilan bog'liq bo'lgan tarixiy voqeliklar tashkil etadi. Xo'sh, shu o'rinda savol tug'iladi. Bizning hududimizda, biz yashayotgan qishloqda, mahallada yoki bizga yondosh bo'lgan hududlarda qanday son asosli son bilan bog'liq bo'lgan toponimlar bor? Bu narsani biz savol tariqasida berdik. Albatta, o'zimiz yashayotgan hududlarda son bilan bog'liq bo'lgan toponimlarga namunalar yozib qo'yamiz. Buni izohlarda yozamiz va shuningdek dars jarayonlarida ko'rib o'tuvchi topshiriq sifatida berishimiz ham mumkin bo'ladi. Keyingisi, xo'sh, etnonimlardan ham etnonim asosida yuzaga kelgan toponimlar tarkibidagi elementlarning yaqqol ko'zga tashlanishi yoki komponentlarning har bir qismi mustaqil qo'llanishiga qaramay, ular morfemalarga ajratilmaydi. Xo'sh, Chinonchi, oq mang'it, oq rangi mang'it emas. Shuningdek, qora so'zi toponimiyaning turli sohalarida uchraydi. Jumladan, qora daryo, qora ariq, qora suv gidronim, ya'ni suv havzasi bilan bog'liq nom sifatida, qora bog', qora ko'l oikonim nom sifatida, qora ota, qora ko'lcha nikronim sifatida, qora qalpoq, qora qulonchi etnotoponim sifatida qo'llanadi. Biroq ularning tarkibini alohida guruhlarga ajratib o'rganish bugungi kunda tavsiya etilmaydi. Xo'sh, toponimlarning son asosli bo'lgan guruhlarini, rang asosli bo'lgan guruhlarini sizga yana bir topshiriq berishimiz mumkin. Bu topshiriq ranglar bilan bog'liq qanday toponimlarni bilasiz. Buni izohlarda balki dars jarayonlarida yozib kelishingiz ham mumkin bo'ladi. Keyingisi, nomlarning antroponim sifatidagi guruhi. Antroponim bu kishining atoqli oti, ismi, otasining ismi, familiyasi, taxallusi yoki laqablarini keltirishimiz mumkin. Xususan, antroponimika bu leksikologiya, ya'ni onomastikaning kishi otlari, ismlarini o'rganuvchi bir bo'lim hisoblanadi. Antroponimlarning ism guruhiga kiruvchi birliklar quyidagi mavzu yo'nalishlariga ajraladi. Xo'sh, birinchisi, tanadagi biror belgiga qarab nomlangan ismlar, masalan, Xoljon, ismda tug'ilish payti, davri, o'rni, holati kabi belgilarning birini aks etishi bilan bog'liq. Ramazon, Hayit, hayvon nomlari bilan bog'liq ismlar, bo'ri, arslon, qush nomlari bilan bog'liq bo'lgan ismlar, lochin, burgut, etnonimlar bilan bog'liq bo'lgan ismlar, Mingboy, Chig'atoy, qarindoshlikni ifodalovchi ismlar, Jiyangul, Tog'aviy, Bibigul, Boboqul kabi samoviy ismlar bilan bog'liq ismlar, yulduz, sayyora, zuhra va hokazo. Shu bilan bir qatorda joy nomlari bilan bog'liq bo'lgan ismlar, diniy qarashlar bilan bog'liq bo'lgan ismlar, turli orzu, istak, xohish, niyat bilan bog'liq bo'lgan ismlar, shu qatorda daryo nomidan olingan ismlar, o'simlik nomi bilan bog'liq bo'lgan ismlar, mashhur tarixiy shaxslarning nomi bilan bog'liq bo'lgan ismlar, turli qimmatbaho ma'dan nomlari bilan bog'liq bo'lgan ismlar, asl, vaqt bilan bog'liq bo'lgan ismlar, shuningdek tozalik, soflik tushunchalari bilan bog'liq bo'lgan ismlarni keltirishimiz mumkinki, bu taqdimotimizda aynan namuna sifatida keltirilgan. Mana bugun sizlar bilan nomlar bilan, aniqroq onomastika bilan tanishdik. O'ylaymanki, bir muncha tushunchaga ega bo'ldingiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan